nima degdingiz? Remont bitdimi? Bitdi-ku. Parda qani? Ko'rib turganingizdek, men tug'ibam reabilitatsiyada yotibam, vypiskadan chiqib, hali ham remont bitgani yo'q. Pardani zakaz qilib qo'yganimizga deyarli 1 oy bo'ldi. Uzog'i 10 kunda qilib beramiz deb 10 kunda faqatgina karnizni osib ketishdi. Shunga arzonrog'ini qidirmasdan ishonchli va sifatli brend topdik. Yasin Collection o'sha kunni o'zida kataloglari bilan kelib, zamirlarni olib ketishdi va ishonasizlarmi yo'qmi, 3 kun o'zida 2 bo'lib ustanovka qilgani kelishdi. O'zbekiston bozorida parda va interyer tekstili sohasida 30 yildan ortiq yetakchi brend. Yillar davomida sinalib, minglab mijozlar ishonchini yuqori sifat va mukammal xizmat orqali qozongan. Turkiya va Yevropadan keltirilgan premium matolar, nafis dizayn va zamonaviy tendensiyalar, xonadon, ofislar, mehmonxonalar va tijorat obyektlari uchun yechimlar mavjud. Ko'rib turganingizdek, u bu kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, joyida yechimini topishadi. Hattoki o'zlari dazmollab, cho'tki qilib bilib ketishadi. Ishimiz 3 kunda bitar ekan, biz esa 1 oylab qiynalib yurdik. Bolashkamizning xonasiga lyon-tul garoshkali, orqasida podkladlari bilan. Spalnyamiz bejli tonda bo'lganicha bunaqa rang tanladik. Tuli esa shunaqa do'jdikli. Juda ham oson ochilib yopiladi. Endi navbat mebelga. Remontimiz bitishiga ozgina qoldi.